Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy tazkiriy asar İdiqut o'g'lonlari Muhitlar jamiyati. Avtori Ömerjan Sidiq. Maqsud Muhiti. Davomi. Abduxoliq Uyg'ur kunsiri kuchayotgan zulm, istibdodni, xalqning chirik, zolim hokimiyatga bo'lgan o'chmanligini, qarshilik sadosini his qilib, qo'lga qurol elib, inqilob qilgandila ezilish, xo'rliqdan qutulg'ili bo'ladiganligini tunib yetdi va Qumul tog'larida ko'tarilgan inqilob bo'riniga ovoz qo'shib, Maqsud Muhiti qatorliqlar ostonada ko'tirgan qo'zg'olonning sepiga qo'shildi. Bu yillarda Abduxoliq Uyg'ur xalqni ittifoqlashtiradigan, inqilobga zulm ustidan qo'zg'alishga undaydigan bir naqshining zarurligini his qilib, Turpan xalq naqshisi Gul Ochilga 5 kupletlik bir naqsha teksti yozdi va Ochil deb mavzu qo'ydi. Bu tekstni bag'riliq dangliq sozanda Qurban Tambur og'anga soldi. O'qituvchilar yangicha maktablarda Ochil naqsini o'quvchilarga o'rgatdi. Ko'chalarga husnixatchilab yezib chopladi. Gülüm açılay deydu açıl, başqa sancılay deydu açıl. Bu gülning yürek oti, açıl, gül açıl, tenge yamışay deydu açıl. Açılmısan gül qayda açıl. Gülüm mağa naz qılur açıl daday, külüp meni maz qılur açıl. Gül qadrini bilmeysen açıl gül açıl, zimistanni yaz qılur açıl. Açıl açılmısan gül qayda açıl. Gül derdide xun bolduk açıl, tügmenlerde un bolduk açıl. Qorqunçoңdin qattiq taş açıl gül açıl, birlişelmey qum bolduk açıl. Açıl, açılganda bir gap var açıl. Yaş taliplar uxlaşma açıl daday, gül yolida putlaşma açıl. Bu gül üçün can pida açıl gül açıl, her qadiminge ming tilla açıl. Açıl açılmısan gül qayda açıl. G'ayrat gülüm açılg'il açıl açıl, himmat gülüm açılg'il açıl. Bu gül üçün bersem can açıl gül açıl, qachon bo'lsa bir o'lim, ya o'lim ya bir ko'rim açıl. Açıl açılganda bir gap bor açıl. Kishining yurak bag'rini ezadigan va qonlarini urg'utadigan bu naqsha xalq orasiga intayin tez umumlashib, xalqni uyg'otishda intayin muhim turtkilik rol o'ynadi. Keyincha Ochil naqshisi qo'zg'olonchilar so'yib etadigan naqshiga aylanib, Qo'mul dehqonlar qo'zg'olonining jangovar marshiga aylandi. Shuning bilan bu naqsha Qo'mul tog'laridan tortib, Ko'nchi, Tuman daryo bo'ylarigacha uzun yillar yangrab turdi. Bu vaqtda Sayfiddin Azizi apandi Ömür dastonining birinchi qism Qashqarda qo'zg'olon nomli bobida mundaq yozadi. Qumulda qo'zg'olon ko'tarilgandan keyin otishda xalq orasida har xil gaplar tarashqa boshladi. Qumulda Van g'ojamlar qo'zg'olon qipti. Van g'ojamning dadisi o'lgan vaqtda mening qabrimga 2 gul g'unchini tikib qo'yinglar. Ashu gullar echilganda qo'zg'alinglar deb tikanmish. Endi shu gul echilibdi. Shuning bilan hamma haq qo'zg'alib ketibdi. Qo'zg'alonchilar shunglashqa gul ochil degan naqshni aytib jangga kiradigan. Qumulluqlar Qashqarga qarab yo'lga chiqibdi deganga o'xshash mish-mish gaplar. Bundaq gaplar xalq orasiga shunchalik chopsan taraldiki, kishilarning ruhini ko'taribdi. Bu naqsha yuqoridagi mish-mish gaplar bilan qo'shilib, go'yo Qashqar bo'yicha xalqni qo'zg'alishga otlantiradigan chaqiriq rolini o'ynadi. Hatto bu naqshini bolalarmi bak yaxshi ko'radi. Biz bir nechimiz bir yerga to'plasaqla bu naqshni aytatdik. Yip egiradigan chaqchi ayollarmi bu naqshni aytatdi. Yosh bolalarla emas, cho'nglarmi bu naqshni berilib anglaydigan bo'ldi. Ular yaqinlashdi. Oldida 4 dan qator tizilgan 8-10 qizil chapan, qizil salalik chiroyli yosh bolalar yana hiliqi ochil naqshisini xo'r qilib aytib kelmoqda edi. Gullar ochilib qaptu ochil yaray, ochilganda bir gap bor ochil. Balalarning keynida 4 otliq yo'g'on ko'tak harvining ustida bir necha odam kuchab nag'ra sunay chilvetibdi.
Tömür Şijanның ikki yinida miltiqning paynikini tiziga qo'yib, ching tutgan qator-qator askarlar, orqasida 4 qator bo'lgan otliqlar kelatdi. Ularmı egiz-past ovoz bilan oldidagi balalarning naqsiga qo'shiladi. Bu qomatlik, surlik, Batur Tömür Şijanni ko'rganda bizdagi ta'sirot yuqori ko'tarilib ketdi. Endi ko'zimizdagi yoshlarimizni bosolmay qoldik. Nizomiddin apandi qilichini beshidan aylantirib, cheksiz xushallik ichida "Ochil, ochil, gul ochil" degan so'zni takrorlab varqirab ketib boradi. Qilich beshida bir aylanib, bir tuvan tushadi. Ayni vaqtdagi hukumat doiralari bu naqshni qancha cheklagancha, bu naqshni aytqanlarni qancha bostirgancha, bu naqsha xalq qalbidan shuncha cho'nqur o'rin oldi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ayni vaqtdagi Turpan diyoridagi savdogarchilik bilan shug'ullanadigan uch cho'ng madaniyatlik oila, ya'ni Mo'yitinlar oilasi, Mijit Hoji oilasi, Ahmad Vojidi oilasi chet ellargacha tijorat qilish jarayonida yaqin oilaviy munosabat o'rnatgan, gohida birlashib savdo qilgan. Mo'yitinlar oilasi bilan Ahmad Vojidi oilasi birlikda paxta tijoratini asos qilgan İdiqut savdo shirkatini Tianjin, Lanjularda bu shirkatning tarmoqini qurgan. Mo'yitinlar oilasi bilan Mijit Hoji oilasi Rossiyaga birlikda mal yo'tkigan va mal ilib kirib sotgan. Mijit Hojining nevrisi bo'lgan Abduxoliq Uyg'ur bilan Maqsud Mo'yitining do'stligi mana shuningdan boshlangan. Maqsud Mo'yiti Mijit Hojining uyiga ko'p kelish jarayonida Abduxoliq Uyg'urdagi ajoyib istibdodni, bilimga bo'lgan o'tdek intilish ruhini, isyonkorlik xarakterini ko'rib, uningga ixtiyorsiz maz, hiris bo'lib qolgan va Mijit Hojiga Abduxoliq Uyg'urni Rossiyaga avatib o'qitish taklifini bergan. Shunda qilib 1916 yili 2-oyda 15 yoshli Abduxoliq Uyg'ur Mijit Hoji va Maqsud Mo'yitining savdo karvonlari bilan Rossiyaning Shamay shahriga qarab yo'lga chiqqan. Ular uzun yo'llarni besib, 5-oyning 5-ida Rossiyaning Shamay shahriga yetib borgan. Ondan savdo yarmankasi bo'layotgan Qozon shahriga kelgan. Shunda qilib, Abduxoliq Uyg'ur Shamay shahrida 1917-yilgacha Ruscha boshlang'ich maktabda o'qigan. Bilim tashnaligi o'tdek yalqunjab turgan Abduxoliq Uyg'ur buning bilan to'xtab qolmay, oliy maktabdami o'qish uchun 1923-yili 3-oyda Maqsud Mo'yitining savdo karvonlariga qo'shilib, Maqsud Mo'yiti, Jamol Mutiy qatorliqlar bilan birga ikkinchi qitim Sovet ittifoqiga qarab yo'lga chiqqan. Ular Turpandan Cho'chakka otliq, Cho'chakdan Shamayga harviliq minib, 5-oyning 5-ida Shamayga yetib borgan va mashinaga o'ltirib, Omskga, poyezdga o'ltirib Moskvaga borgan. Maqsud Mo'yitining Moskvadagi bir gimnaziyada o'qitishlik qiladigan og'aynisi Abduxoliq Uyg'urning oliy maktabga kirishiga ko'p yordam qilgan. U oldi bilan kunda yarim kun vaqt chiqarib, Abduxoliq Uyg'urning rus tili va boshqa darslarni pishiqlab o'rganishiga yetakchilik qilib, uning oliy maktab imtihoniga qatnashishi uchun 3 oy dars takrorlab bergan. Natijada Abduxoliq Uyg'ur a'lo natija bilan oliy maktabga qabul qilingan. Demak, Maqsud Mo'yiti Abduxoliq Uyg'urning ikkala qitimliq chet elda o'qishiga bevosita yordam bergan. O'zi billa ilib chiqib, o'qish fursati yaratib bergan. Maqsud Mo'yiti yana e'tiqod, ideya jihatlardami Abduxoliq Uyg'urga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Bu haqda yozuvchi Xivir Tömür apandi Baldur Uyg'ongan odam nomli kitobida mundaq yozdi. Uydagilar kelguchilarning Maqsudbay, Hisomiddin Zufar, Mo'min apandi qatorliq kishilar ekanligini ko'rib, hammasini hovliga chiqishdi. Maqsudbay yeshi 40 dan oshgan, zo'r gavdalik, o'ttir semiz, qovuzlari to'liq, yumaloq yuzlik, ko'zlari cho'ng kelgan, o'tkir ko'zlik shaxs bo'lib, shu yillardagi yorqin ma'rifatchi, taraqqiyparvar ziyoli edi. Madrasa va yangicha maktablarda o'qigandan keyin tijorat ham sayohat bilan Rossiyada Shamay, Moskva, Leningradgacha borgan. Nazar doirasi kengayib, ong fikri ichilgan.
o'zligidan ruscha o'rganib muayyan bilim saviyaga ega, zamonning oldingi qatoridagi jadid, yangilikchi ziyolilaridan bo'lib yetishgan kishi edi. Feodalizm hukmronligida diniy xurofotliklar avj olgan jaholat davrining qora pardalarini yirtib, to'solg'ularni yerib taraqqiyotga qadam bosgan Maqsud Mo'yti xalqni uyg'otish uchun 1912 yillari Rossiyadan ma'rifatchi Haydar Sayronini taklif qilib, Turpan Ostonada tunji qitim yangi nizomcha maktab ochgan. Keyingi yillarda maktabning ozliq qilayotganligini nazarda tutib, 1917 yilga yetganda Muhibulla apandi, Gulandam Avustay, İli Muallim, Hisomiddin apandi qatorliq 6 nafar tatar o'qituvchini Moskvadan, ular Moskva universitetida o'qish bitirganlar edi, taklif bilan Shinjonga akilib, o'z xarajati bilan Cho'chak, Guchung, Turpan ostonalarida Maktabi Maqsudiya nomli maktab ochib, ma'rifni olg'a surgan edi. Shuning uchun Maqsud Mo'yti o'zining taraqqiy parvarligi va ma'rifat parvarligi bilan mutlaq nupuz va hurmat egisi edi. Kelguchilarning ikkinchisi o'ttir bo'yliq, yumaloq yuzlik, ahu ko'zlik, pichimi kelishgan ruhliq yosh Hisomiddin Zufar bo'lib, u shu yillarda mashhur boy Zufar hojining egilik ishlarini boshqaradigan savdo setiq to'xtam do'g'var ishlari bilan shug'ullanib, keng ijtimoiy munosabat o'rnatgan ziyoli edi. Egiz bo'yliq, o'ngi qara, qangshab burun kelgan Mo'min apandi ham yangicha maktablarda o'qib, muayyan bilim saviyaga ega bo'lgan qizg'in, ruhliq ziyoli edi. Hammaning oldida mehmonxonaga kirgan Maqsud boy kichik piyillik bilan ahvol so'rashib, "Sizlarni saqlatib qo'ydik" deb apu so'radi. Abduxoliq Uyg'urga kelganda, uning ko'ziga uzoqroq qarab, "Necha kundan tuzuk so'zlashgilimi bo'lmadi ha?" deb kulimsirab qo'ydi. "Rostdan shundoq bo'ldi", dedi Letip apandi Maqsud Mo'ytining armonini tushunib. "Amdigina bir parang boshlansa, yangi mehmon kirib parangning bilini uzib tashlaydi. Shundoq qilib ko'ngildagidek so'zlashgilimi bo'lmadi." Mehmonlar o'ltirib Fotiha qilishdi. O'zaro hol so'rashib bir oz paranglashdi. Angacha sohibxona dasturxon silib ziyofat boshladi. Qand kizak, meva chiva tizildi. Nonlar sundirildi. Choylar quyildi. Dasturxon mo'l ham bayashat edi. Maqsud Mo'yti choy ichib o'ltirib, o'z armonidan so'z ochdi. "Necha kunning oldida Jungoning 24 tarixi to'g'risida amdila so'z boshlanganda mehmon kirib so'zni uzib qo'ygan edi. Men bu yil 24 tarix to'g'risida Moskvada bir rus tarixchisidan ozroq anglab nihoyatda qiziqqan edim. Hozirmi shunday qiziqaman", dedi u dasturxon ustidagilarga takshi nazar tashlab. "Bizning tarixni ruslar qandoq biladi?" dedi Abdusami boy tentaklik qilib. U go'yo o'z so'zining o'rinliq bo'lgan bo'lmaganligini bilmoqchi bo'lgandek, uning buning ko'ziga qarab aloqzada bo'ldi. Maqsud Mo'yti uningga sovuq nazar tashlab, tushuncha bermoqchi bo'ldi. "Jungoning 24 tarixi dunyoga mashhur tarix. Bu tarixni yolg'iz ruslar emas, inglizlar, fransuzlar va nurg'un nemis olimlarmi alohida tadqiq qiladi. Biz nimishqa shunday qilmaymiz?" dedi Abdusami yana tentaklik qilib. "O'qimasang nimani tadqiq qilasan?" dedi Mo'min apandi qo'polroq tegib. Maqsudbay boshliq hamma kishi Abdusamiga masxara aralash ochiq qarab qo'yibdi. O'zining o'qimagan savodsiz ekanligini to'nigan Abdusami ko'pchilikdan ko'zini apqichib, shop burutlarini siylagan bo'lib, boshqa taraflarga qarab qutulmoqchi bo'ldi. Maqsudbay paytni qo'ldan bermay, "Sen bizdek boyning bolalari boyligiga ishinib o'qimaydi. Kambag'allarning bolalari mag'duri yetmay o'qiyolmaydi. Shunda qilib hamma odam o'qishsiz qolsa, o'qishsiz qolgan el nimani bilsin? Bizdagi eng ig'ir masala mana shu", dedi qo'lidagi piyolani dasturxonga qo'yib. "Bizda o'qiganlar bormi deganda bor. Masalan, diniy o'qish. O'qiganlarni olsak, ular diniy ishlar uchunla o'qiydi. Xanzucha o'qiganlar bo'lsa, amaldor bo'lish uchun. Amaldor bo'lish, hech bo'lmaganda to'ngchi yoki arz xat yozuvchi bo'lib kun ilish uchun o'qiydi. Undaqlarning tarix bilan kori bo'lmaydi-da. Natijada ko'p narsadan bexabar qoladi.
O'zimni elib aytsam, xanzucha o'qimaganligim uchun menmo ko'p narsadan xabarsiz qilayotganlarning biri hisoblanaman. Biroq oz to'la ruscha o'rganib qo'yganligim uchun Jungoning 24 tarixi to'g'risida bir rus o'qituvchisidan ozroq ma'lumotlarni anglab qiziqqan bo'lsammi, ammo o'zim xanzuchani o'qimaganligim uchun 24 tarixni bevosita ko'rib bahra ilishga ojiz keldim. Maqsudbay qizishib davom qiladi. Hamma odam uning og'ziga qarab qolgan edi. Bizning ukimiz, yosh shoirimiz Abduxoliq Uyg'ur xanzuchini a'lo o'qidi. 24 tarixdanmi bahra oldi. Shunga oldingi kunlarda tarix sahifasidan ozroq so'z boshladi. Uyga yangi mehmonlar kirib, gapning bilik tepdi. Shundoq qilib meni armonda qo'ygan. Biz shoirning og'ziga qarayli. Bizga yana bir oz tarix so'zlab bersin, deyishdi hammaylan qo'shilib. Shu anla hamma odamning ko'z go'hiri shoirga qadaldi. Buningdan bir oz o'ng'aysizlik his qilgan shoir chopsanla o'zini to'xtatib bilib so'zlab bermoqchi bo'ldi. Keyingi kunlarda deb so'z boshladi shoir ko'pchilikka takishin nazar tashlab. Xanzuchiga bir oz tishim o'tadigan bo'lib edi. Bir muncha jangnoma kitoblarni o'qidim. Masalan, Suv bo'yida, G'arbga sayohat, Uch davlat qissasi qatorliqlarni ko'rib, texmo qiziqdim. Bir kunisi qo'limga Xannoma deb atalgan bir tarix tushdi. Buningga qiziqib qoldim. Jungo 5000 yillik madaniyat tarixiga ega qadimki davlat bo'lganlikdan yozilgan tarix nihoyatda ko'p ekan. Masalan, Xanvudi degan podshoh zamonasidan tortib, Qing sulolasi davrigacha yozilgan 24 tarix jami bir qancha 100 jildlik kitobdan iborat ekan. Men bu kitoblarning hammasini ko'rib ketalaymanmi? Agar ko'ray desammi, bu kitoblar turpanda yo'q. Mening qo'limga tushgan Xannoma degan kitob ana shu necha 100 jild kitobdan biri. Men shu Xannomadagi Hunlar tazkirasi qismini zo'r ishtiyoq bilan necha yondirib o'qib chiqdim. Bu tarixda yozilishicha, milodiyadan burungi 100 yillar ilgari Hun deb ataladigan ko'chman chorvachi xalqlar shimoliy va g'arbiy rayonlarda kuchli davlat qurib o'tgan ekan. Ular o'rta Jungodagi Chin podshohlari bilan ba'zida ittifoq bo'lib inoq o'tgan bo'lsa, ba'zida urushib dushmanlashib o'tgan ekan. Hunlar chorvachilik bilan hayot kechiradigan bo'lg'achqa ot minish, ov qilishga mahir kelgan xalq ekan. Ularning qurgan zo'r imperiyalari va mashhur podshohlari bo'lgan ekan. Eng cho'ng podshohni Tangriqut deydi ekan. Tangriqut degani bizning Ediqut deganga o'xshash keldi ekan, dedi biri so'z aralab. Shoir so'zini davomlashtirdi. Hunlarning tilida Tangri degani osmon yoki Xudo degan hukmga, qut degani baxt ma'nosida bo'lib, Tangriqut degan so'z Xudo bergan baxt degan ma'noda bo'ladi ekan. Ular o'z podshohlarini ashundoq hurmatlaydi ekan. Yapir, biz anglab boqmaganlar so'zlar ekan, dedi Abdusami o'z hayojonini besololmay. Bu yanqilar uningga yalt etib qarab, tinch o'ltir degandek qilishdi. Shoir so'zini davom qiladi. Xannomada yozilgan Botur Tangriqutning tazkirasi meni alohida qiziqtirdi. Botur Tangriqut degani tuman Tangriqutning o'g'li ekan. U otasining o'rniga taxtga chiqqan vaqtlarda To'ng'us degan bir xalqning nihoyatda kuchli davlati bo'lgan ekan. Boshqachalar iti bor ekan. Ular qaysi xalq? Dedi Abdusami yana yeniklik qilib. Ular Hunlar bilan qo'shni bo'lgan, o'z oldiga hukmronligi, podshohligi bo'lgan bir xalq. Keyingi Mo'ng'ul, Manju qatorli xalqlarning ajdodi. Ular, dedi shoir so'zini davomlashtirib, To'ng'uslar podshohi Botur Tangriqut yangidan taxtga chiqdi. Uning hokimiyati mustahkamlanmadi. Texi ojiz deb hisoblab, uni sinab ko'rmoqchi bo'lib, uningga otasi tuman Tangriqut vaqtidan qolgan dangliq tulparni manga bersin deb elchi avatibdi. Botur Tangriqut elchilarning talabini anglagandan keyin o'z vazirlarini maslahatga chaqirib, qanday qilish kerak deb so'rabdi. Vazirlar bu tulpar tuman Tangriqut vaqtidan qutatgan dangliq tulpar. Buni qandaqmı bervatkil bo'lsin deb maslahat beribdi. Buni anglagan Tangriqut ularga u bir atqu, bir qo'shni el yoqtirgan otni nima uchun berish bo'lmaydi ekan debdi.
va tulparni kelgan elchilarga berib qaytiribdi. To'ng'islarning podshohi tulparga ega bo'lgandan keyin Batur Tangriqot mendan qo'rqadigan, bo'lmasa tulparni bermagan bo'ladi deb o'ylab, yana Batur Tangriqotning kichik xotinini yoqtirib qoldim. Xotin qilishni xohlayman deb elchilarni ikkinchi qatim avatibdi. Elchilar kelib ahvolni aytgandan keyin Batur Tangriqot vazirlarini to'plab, ulardan yana maslahat so'rabdi. Vazirlar bu gapni anglab, g'azablangan holda soqollarini titritib, bu to'limo yo'lsiz talab bo'pti. Buningga qandoqmi chidab turg'ili bo'lsin? O'zlarining darhol askar tartib, ularning kulini ko'kka so'rib etishlarini talab qilamiz, deb qulluq qilibdi. Batur Tangriqot vazirlarining so'zini anglab, u bir ayolg'u, qo'shni elning podshohi yoqtirgan bir ayolni nimishqa bergil bo'lmaydi ekan, debdi-da o'zining amroq ko'radigan kichik xotinini bo'shtib, elchilarga qo'shib avatib beribdi. To'ng'islarning podshohi Tangriqotning xotinini avatib berganligini ko'rib, Batur Tangriqot rostilla bizdan qo'rqadi ekan. Bo'lmasa xotinini menga avatib bermagan bo'ladi deb o'ylab, texmo mag'rurlanib elchilarni 3-chi qatim yana avatibdi. Bu qatim u chegara qarovullarimiz turgan yerlarning shimoliy tarafida Tangriqotga tava bir parcha bo'z yer bor. Men shu joylarga ega bo'lishni xohlayman. Mundan keyin hunlar bu joylarga oyoq bosmasin, debdi. Batur Tangriqot vazirlarini to'plab bu vaqtda maslahat so'rganda, vazirlar birinchi qatimda tulparni, ikkinchi qatimda xotinini avatib bergan yerda qog'jirab turgan bir parcha siriq jangalni berib o'tish hech gap emas degan tonishqa kelib, berib o'tish kerak. Tashlanib yotgan bir parcha jangal yarg'u, deb javob beribdi. Batur Tangriqot vazirlarning fikrini anglab qattiq g'azabga kelib, bu qandoq mumkin bo'lsin? Zemin degan davlatning asosi. Zemin bo'lmasa davlat bo'lamdi, debdi-da hamma odam atlansin. Mening elimda bu qitimqi yurishdan qilib qolg'uchilar bo'lsa, kallasi ilinsin, deb hukm chiqaribdi. Shuning bilan butun el qo'zg'alib, to'ng'islar ustiga yurish qilib, birla hujum bilan to'ng'islarni yengib, podshohni o'ltirib, ilgari tuman Tangriqot vaqtida qo'ldan ketgan bir muncha zeminlarni qaytirib olibdi. Taqsir, biz anglamagan ajoyib ishlar bor ekan-a, dedi Abdusami boy o'z hayojonini besib ololmay. Shoirning og'zidan yana qandoq yangi so'zlar chiqadiganligiga taqozo bo'lib qarab o'ltirgan mehmonlar Abdusamining so'ziga qisilganligini yoqtirmay, norozi bo'lib qarab qo'yishdi. Ammo shoir diqqatini buzmasdan so'zini davomlashtirdi. Men bu tazkirni o'qib o'tib shuni his qildimki, Batur Tangriqot davlat zaminini, ya'ni vatanni o'zining har qanday rohat farog'atlari va saltanatlik davronlaridan ustun ko'rgan oliy fazilatlik ega dahi, menga uning mushu tarfi qattiq ta'sir qildi, dedi. Hammamizga shu, dedi Maqsud Mo'yti shoirning fikriga qo'shilib. Bizga mushu nuqtasi ta'sir qiladi. Tarixda o'tgan yuzlagan, minglagan podshohlar o'rtasida bo'lgan jidal majralar, qonliq janglarning to'lisi, qiz malika talashish, obro'y talashish, manmanlik qilishdek sabablardan kelib chiqqan. Ular mushundaq ishlar uchun urush talash qilib, daryo qon to'kib, el va yurtlarni xonavayron qilishgan. Batur Tangriqot buni aksiga ish tutgan. U izzat obro'ydan, hatto xotinidan voz kechalgan. Ammo bir parcha zamin masalasiga kelganda butun elini safarbar qilib jangga otlangan. Bu har qanday podshohda bo'lavermaydigan shohona fazilat. Davomi bor.